Bugun sizlar bilan internetni portlatayotgan CC Zangmi kremlarini sinab ko'ramiz. Hozir yuzimda absolyutно hech narsa yo'q, даже увлажняющий krem ham. Ikkalasini farqi qora CC Zangmi bug'doy rang qizlarimiz uchun, ultra plusi yuzi oq qizlarimiz uchun bu menga tushadi, chunki men sarqman. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. CC kremlarni bilasizlar, rangi oq bo'ladi, keyin rangini o'zgartiradi. Surusiylar juda ham poddelkasi ko'payib ketgan. Именно Zangmi deb yozilgani original hisoblanadi. Buni ishlatsanglar hech qanaqa tagidan baza SPF yumshatuvchi surishinglar shart emas ekan, chunki buni ichida o'zini SPF, o'zini bazasi, hamma narsasi bor ekan. Bu 3 в 1 ekan. Ham tonalka, ham SPF, ham baza. Qizlar prям ertalabdan kechgacha bemalol turib beradi bu. Chunki men hammasidan ishlatganman. Bunisidan mana shu qorasi. Nimasi yoqqan? Buni oqtibda masalan tonalkalar oqib ketadi-yu. Buni qilamiz. Oqib ketmaydi tonalkalar. Akkauntini qoldiraman, bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Ularda hozir как раз skidka ketyapti. Skidka narxda sotib olsanglar bo'ladi. Qizlarimizga, ayollarimizga kerakli bo'lgan mahsulotlar juda ham ko'p. Akkauntga kirib ko'ringlar, o'zingizlarga kerakli narsani xarid qilinglar. Всем пока.